Bolalar hammaga salom. Mana bu Lamborghini ofitsialniy salonida hozir turibman. Bu yerda mashinalari har xil. Mana bu Lamborghini Huracan Evo komplektatsiyasida bo'ladi. Bu tomonda qarasalar svetodiodniy poloskasi, linzalari qo'yilgan. Bu tomonda ham ko'p mashinalar bor. Hozir ko'rsatib chiqaman bitta-bitta hammasini. Ichida kojani sidinalari qo'yilgan. Keyin disk, mana buni disklarni, tormozli disklarni ko'rsalaringiz, bu yerda sveta ana bu turibdi. Keramokarbonitskiy tormozlar turibdi. Sariq support qo'yilgan. Boltlari spetsialniy bolt, ham joyda ochiladi bu boltni. Nemetskiy disklari. Mana bu ustida velik ham turibdi, Lamborghini o'ziniki. Bilasizmi, buni narxi qancha mana shu velikda? 3 ta lasettini pulini bo'laman mana shu velikda o'zi. Lamborghini ofitsialniy. Og'irligi 6 kg. Mana shu agar oldi balonni ham qo'shib yuqoriga ko'tarib qo'ysa, og'irligi 6 kg bo'ladi. Полностью ana bundan qilingan. Nima deydi? Karbondan qilingan hamma joyi, faqat mana bu основной ходовой частida karbon emas, metall turibdi. Qolgan hamma joyda karbondan qilingan. Mana bular esa titanovoy покрытие, titan полностью titanovoy. Shu 3 ta lasetini pulli bo'laman shu velikda o'zi, Lamborghini o'ziniki. V12 motor turibdi bu yerda. Juda zo'r. Keyin bu tomonda esa Lamborghini Aventador SVG komplektatsiyasida svetodiodniy poloskasi. Mana bu yerda Swarovski almazlari qo'yilgan. Yuqorida linzasi bor. Karbonovoy vstavkalari pastida. Mana bunisi ham karbon. Bu esa birinchi ekan, 100 tadan bittasi ekan, 800 tadan bittasi ekan. Avtomobilni ochiladimi yo'q, hozir ko'ramiz. Ochilmar ekan. Keyin yana bitta Lamborghini bitta qiziq tomoni, hamma servisda ocha olmaydi, faqat Lamborghini o'zining servisida mana bu boltni yechadi, boshqa hech qayerda yecha olmaydi. Любой, masalan, shinamontajlarga borsa, O'zbekistonda yoki Qashqadaryoda biz ham yecha olmaydi. Keyin support turibdi o'zini, zalotosti. Keyin bu yerda keramokarbonitskiy tormozlari, tormozlar disklari, orqada spoiler qo'yilgan. Bunda V12 motori turibdi o'zini. V12 motori, 2 ta turbo kompressori, 6 tadan har tomonda 6 tadan silindri bor. Juda zo'r avtomobil. Buning narxi 3 million, 4 million dollarlar bo'ladi. Mana bu yerda u hamma yaxshi ko'rgan Lamborghini Urus avtomobili, Italiyadan chiqqan, juda ham chiroyli. Mana sarig'i bor. Mana shunaqa sveta. Tormoznoy diski ham kartasidan, keramokarbonitskiy tormozdan disklari, support sarig'idan qo'yilgan, o'ziniki nemetskiy. Boltlari ham spetsialniy o'ziniki. Sal pastga o'tiribman, chunki aytishdi, texovang dedi, agar nachalstasi bilib qolsa, video olayotganimda haydab yuboradi dedi. Shuning uchun hozir ichidan bittasini ko'rsataman. Bunisi ochiq emas ekan. Qaysitasi ochiq edi? Ochig'ini olib ko'rsataman. Mana bunisimi ochildi. Mana. Ichini qaraysiz, qanaqa zo'r. Lamborghini sarig'i bu. Taksi qilsa bo'ladi Samarqandda. Mana bu yerda karbonovoy vstavkalar qo'yilgan, yuqorisi koja. Bu tomoni ham koja, alkantara, yuqorida tonus salon, luk qo'yilgan. Ichini ko'rsatsak, bu tomonda rejimlari, start stop knopkalar qo'yilgan, avtomat ko'rikda. Avtohold, avtoparking hamma narsasi bor. Keyin bыстрый зарядкасы, beskontaktli. Tomonda har xil balobatlar bor, ko'rinmayapti yaxshi. Juda zo'r avtomobil. Ruli ham chotki, o'z blokirovkaga tushib qoldi. Mana bunisi menga yoqadi. Qaranglar, Sport, Corsa, Terra, Neva. Har xil sistemalari bor. Ochilmaydi ekan. Orqasini ko'rsalaringiz, orqada ham xuddi passajirlar maza qilib o'tiradi. Buni ham avtodovodchi qo'yilgan, o'zlari tortib oladi. Kapitanskiy sidina deydi, mana bu anatomiyskiy. Bu tomon ham yotib, baland bo'lib, juda zo'r sidinalar, качественный qilingan.
Narxi buni ham shu 3-4 million dollarlar turadi. Pastida ham podlokotnik, karbonoviy vstavkalari hamma narsasi qo'yilgan. Mana dokument qo'yish uchun joy. Orqasi. Bundan esa Derski Lamborghini Urus qorasi. Agar bu ham ochiq bo'lsa, ochiq ekan mana. Ichi zo'ri. Endi narxini bilmayman, chunki baribir foydasi yo'q. Aytganimda bir ana bu nima deydi, hech kim baribir sota olmaydi Dubayga kelib bu mashinani. Yuqorida Alcantara turibdi, mana juda ham yaxshisidan. Ruli ham juda qulay ruli. Qattiq ekan ham. Blokirovkada turibdi. Deflektorlari ham juda chiroyli qo'yilgan. Formachiqalar, formalik. Bardachoqi katta, ichida ham даже Alcantara qo'yilgan. Mana bularning ham Alcantara polностью. Keyin zerkalasi juda chiroyli. Metallitskiy. Orqalarini ko'rsangiz bo'ladi. Buni orqasida esa anonsi yo'q ekan, nima deydi? Podlokotnik. Passajirlar uchun 3 kishilik. Bunda ham har xil sistemalar bor. Mana Eco. Mana qaraysa qanaqa zo'r, xuddi samolyotga o'xshab. Zo'ra. Shunaqa avtomobillarni olib haydab yursa, mana multimedia sistemani qaraysa, ikkita ekran, bu tomonda ekrani, bu tomonda ekrani. Radioni qo'yamiz. Basli. Nasib bo'lsin shunaqa avtomobillarni minib yurishga. Zo'r. Bas. Keyin mana bu yerda bir balosi bor ekan, bilmaligim bilmadim. Hozir mikrofonni o'chirsak, bu ham kirib ketish kerak. Kirmadi. Mana kirib ketdi. Mikrofonni o'chirsak kirib ketar ekan. O tomonda ham turibdi. Mana ikkita tomonda chiqadi hozir, mana boshqa tomonda bo'lsa. Sholqalari. Lamborghini shunaqa avtomobil. Zo'rmi? Mashinalar maska taqib yurish обязательно $300 isrof ekan Dubayda. Keyin kim qayerdan ko'rayotgan bo'lsa videolarimda yo tag yozib qo'yinglar, masalan Dubaydanmi, Rossiyadanmi, Koreyadanmi, Izraeldan ko'rayotgan bo'lsangiz yozib qo'yinglar. Harakat qilaman boshqa davlatlarga ham borib video olishga, narxlarni o'zimizniki bilan solishtirib, masalan yoki UzAuto Motors mashinalarini yaqinda kecha video chiqqandi UzAuto Motors. Arabskiy. Mana o'chirib qo'yamiz. Balki keyingi mashinada olamiz. Hozir mana bunisi ham Lamborghini Urus bu. Mana Derski komplektatsiyasida buni faqat ichi yopiq ekan, mayli nima emas. Karbonoviy vstavkalar qo'yilgan, bunga ham juda chiroyli. Mana orqasini hozir ko'rsatmoqchi edim, bagajnikini. Orqasi ochildi. Juda zo'r avtomobil. Bagajnikini ko'rsangiz, bu yerda o'zining baloni bor, takatkasi. Qanaqadir podarka beriladi, mana sotib olsa, bilmayman nima bu. Juda zo'r. Raspakovka qilish hammaga mana shunaqa podarkalarni nasib qilsin. Keyin mashinani mana bu yerda tushirib ko'tarsa bo'ladi. Tushmayapti, nimagadir xo'p mayli. Mana bu yerda bosamiz, yopiladi yana. Mana shunaqa avtomobillar bor Dubayda. Ko'ribsiz, sarig'i. Bu tomonda Lamborghini Aventador. Hammaga rahmat. TikTokda ham ko'p videolar chiqadi, qisqa videolar. Har kun video chiqadi, 5 ta 6 ta qimmat mashinalarni ko'rib boringizlar. Bu tomon hozir, bu tomon yo'lda tomoniga o'tib, bu tomonda ham ko'p avtosalonlar harakat qilaman videoga olishga hammasini.
Hammaga rahmat. Sog' bo'ling.